Internetda o'zimiz tarqatadigan yolg'onlar. Uxod versiyasi. Kollagen 2 yillar 100 yillar osilmaydi. Kollagenli kremlar 100 yillarni ko'taradi. Na, baby. Kollagen kremdan teriga so'rilishi uchun molekulasi slishkam katta. Ichadiganinglar esa teriga borishi вообще не факт. Справедливости ради aytish kerakki, kollagenli kremlar yaxshi namlantirish bo'lib ishla oladi. Kosmetikadagi parabenlar organizmni zaharlaydi. Parabensiz kosmetika ishlating. Parabenlar dunyoda eng ko'p o'rgangan konservantlar. Usiz kosmetikangiz bir haftada mog'or bosib sizni real zaharlaydi. Metsillarka ko'pirtirish. Metsillarkada ko'piradigan komponentlar bor, surfactants deyiladi. Ularni puflisizmi yomi baribir makiyajingizni tozalab beradi. Так что bir tiyinga qimmat metod. Sabzi, piyoz, karishka, bolgarskiyni retinol deb yeyish. Vitamin Ali mahsulotlar topical retinoidlardagi ishlamasligini hamma biladi deb o'ylagandim. Lekin odamlar sabzi yesa retinoldagi ishlaydi deb rostdan ishonishar ekan. No. Internetdagi hamma narsaga ishonavermang. Akne uchun dieta. Akneni davolash uchun dieta qilinglar, bla bla bla, sutni olib tashinglar, guruch olib tashinglar, non olib tashinglar. Oh, darling. Akneni dieta bilan davolash haqidagi ilmiy izlanishlar. Aslida bunaqa metod akneni battar yomonlashtirishi haqida ma'lumot bor. Yedinglarmi?